Assalomu alaykum. Toshkent City Nestvandan 13-etaj, 60 kvadrat 3 xonali uyimiz Yevro remontdan chiqdi. Bitta obzorlarni qilib beramiz. Oynamiz Humo Arenaga qaragan. Ichkarida uylarimizga bitta obzorni ko'rsatamiz. Liftdan chiqib kelganimizda 252-xonadan uyimizga kirib kelganimizda chap xonamizda sanotelimiz joylashgan. O'ng qo'limizda bolajonlarimiz uchun betski xona. Sifatli jihozlar bilan to'ldirib qo'yganmiz uyimizni. Bunisi spalni xonamiz. Spalnida balkonimizga ham oynamiz bor. Chap qo'limizda bu yerda kuxnyamizni joylashtirganmiz chiroyli qilib. Sifatli jihozlar bilan. Bu yerda studiya formatda zalimiz. Zalimizdan balkonimizga chiqsa bo'ladi, spalnimizdan ham chiqsa bo'ladi. Humo Arenani to'g'risida 13-etaj. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $260 ming.